Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana YouTube kanalimizda Metalstroyda tayyor bo'lgan obyektlarni birma-bir obzor qilib boryapmiz. Mana bugungi manzilimiz 65-avtobazani ro'parasida, 25-maktabda. 25-maktabda yonida. Yonida. Hozir mana Elyorjon akamiz bilan mana shu joyda nima ishlar qilingan, qancha vaqt ketgan, qancha summa ketdi, qancha material ketdi, mana shu narsalar hammasini batafsil gaplashamiz. Elyorjon aka, qanaqa tunuka qo'yildi bu tomga? Betga 045 Samarqand Mativi tunukasidan ishlatib berildi. 7021 modelidan 2026-yilda eng trendga chiqqan ranglardan, modellardan qilib berildi betga. Bu obyektimizga 1080 kvadrat tunuka mahsulotini ishlatdik. 295 metr tarnov mahsulotini ishlatib berdik. Zo'r. Общий obyektimizni 25 kunda bitirib topshirdik. 25 kun bilan, ha. 3 kishi bilan 25 kunda topshirilgan joy. Juda ham katta loyiha bo'libdi bu yerda. Endi bu yerda o'ziga yarasha mana nimalar bor-da. Figuralar bor, o'shani vaqt olishini hisobiga endi ishimiz cho'zildi ama. Mana tomonda mana arkalar, arkalar emas, oddiy arka emas, kapaleli arkalar. Arkalar ham двойной chiqqan. Bitta kelib turib tekis o'zli arka emas-da, oldiga bo'rtib chiqqan arka. Shu 18 sm zazorigacha chiqarib berilgan tashqariga. Hali tekisga o'rilmagan shu narsa ham. Zo'r. Juda ham chiroyli chiqibdi. Buni rangi ham oldingi proyektlarimizda ko'rgan rangdan boshqacharoq. Yo'q, aka, bu to'qroq rangi. Mokriyni endi hozir 2026 da yangi chiqib turgan trenddagi rangidan to'qroq, 72 modeldagi rangimiz. Zo'r. Shaxsan men o'zim tunuka tomni ustiga birinchi marta chiqyapman. Pastdan turib men nimjonroq bo'lsa kerak deb o'ylagandim, lekin o'ylaganimdan ko'ra ancha baquvvat chiqar ekan. Baquvvat aka, bexijolat. Tarnovlarimiz ham aka beskranchdan tarnov qo'yilgan. Birinchi marta yangilik qilib qilindi shu yerda. Tarnovni ustida yursa ham odam ko'taradi. Bexijolat, oldingiga o'xshagan hali osiladigan, qor tashasa tashlaydigan narsa emas. Beskranchda liniyalarni, choklarni bir ko'rsatib qo'yasiz. Zo'r. Hozir o'zimiz ham mana tom tepasiga chiqqungacha osilib ham chiqdim. Tarnovlarga tanov umuman miqatgan yo'q. Men 83 kiloman ko'taryapti bemalol. O'zimiz ham bemalol shu ustida yurib qotirdik, qiynalib burchaklarimizni shot tashlab bo'lmaydi burchaklarimizga. Bemalol tarnovda ustida borib turib, bemalol kanyonlarimizni qotirib, ustida bemalol qaytib ketaveradi. Demak, bu tarnovlar necha yilgacha turib beradi deb aytsak bo'ladi? Tarnovlarimiz xudo xolasa yaxshi tursa aka 20 yil tunukamiz garantiyasi bor. 20 yil turib beradi. Xudo xolasa. Endi bu Metalstroyda tunukamiz yangi chiqish modelimiz. Choklarni bitta olib ko'rsatib qo'ysa mana. Choklarimizni o'ta ideal darajada chiqyapti, yopishishi bir-biriga bo'lgan nimasi. Zo'r. Yangi modeli haqiqatda chempion chiqdi. Bu o'sha qimmat stanokda chiqadigan tunuka? Ha, yangi kelgan stanokda chiqib turgan chiripissamiz shu. Samarezlar deyarli ko'rinmas ekan. Samarezlar ko'rinmaydi. Shu qovurg'asining shagini tagidan urilgani uchun ko'rinmaydi. Agar ustidan urib qo'ysangiz ko'rinib qoladi samarezlari. Pastdan bilinib qoladi. Uni shagini tagidan urilgani uchun pastdan qarasangiz ko'rinmaydi u narsa. Aka, menimcha mana shu proyektlarda juda ham chiroyli chiqishi, ideal chiqishiga tajribaning ham aloqasi bor deb o'ylayman. Albatta, albatta aka. Mana siz qancha muddatdan beri Metalstroy bilan ishlaysiz? Metalstroy bilan 2010-yildan beri hamkorlikda ishlaymiz. 2010-yil. Hozir 16-yil ketyapti. 16-yil ketyapti. Faqat shu tom sohasida tom patolog, tunuka foni hamma sohamiz bor. Zo'r. Mana shunaqa tajribali ustalar bilan, tajribali Metalstroy bilan mana shunaqangi chiroyli loyihalarni qabul qilib olsangiz bo'ladi. Aka, bu obyektga nima noodatiy ishlar qilindi? Bu yerga noodatiy holatda endi yangilik qilingan shu tarnovimiz bo'ldi hozir. Beskranchdan bo'lgan tarnovimiz bo'ldi. Keyin uni nari tarafdagi burchaklarimiz bor. Uni nari tarafda qisqa joyimizga ham shapkali qilib do'ppi fasonni bir xil qilib aylantirib ketilgan. Hozir ba'zi kanyondan aqa tashlasak burchaklar sinib yo'g'ib ketadi. Buni karnizimiz bor, uni yuvib qoladi. Bu tarafda ham xuddi shunaqa bo'lganda 20-30 sm bo'lsa ham do'ppi fasonni vidini berib, tepasini shapka qilib oldi ko'rinishini bir xilga chiqarib berganmiz. Ana boshqordagi qattiq bo'lmaganida joy-joyida ketgan ekan. Buni 20 sm, 18 sm chiqqan joyimizni ham tepalarni mana karnizini tarnovigacha qo'yib, pastdan vidini bir xil qilib chiqarib berganmiz. Pastdagi narsa nima bo'lsa, tepadagi narsa ham xuddi o'sha narsa chiqqan pastdan.
Zo'r. Mana bu professionalizm desa bo'ladi. Masalan, hozir bu 18 santimetrda uni karnizni tanlovi bilan chiqarish juda qiyin narsa-da bu. Pastga bir xil narsa chiqqan devorlar vidga berishgan, o'sha narsa tomdan ham chiqqan. Tanlovlarigacha hamma yo'g'ini razmerida chiqarib berilgan. Zo'r. Tepadan ko'rinishiga ham umuman suv o'tish boshqa nimasi yo'q. Behijolat. Suvga yo'l yo'q umuman. Suvga yo'l yo'q aka. Usta aka, mana har bitta mayda detaligacha ahamiyat bilan qilinibdi, juda chiroyli chiqibdi. Narxlarini ham bir obunachilarimizga aytsak. Ular ham o'zlari xayollarida chaqib, o'zlarining uylarini hisoblashsa. Bu yerga 1080 kvadrat tunikamizni 296 metr tanlovimiz bilan общий ketgan tunika rasxotimiz 96 million so'm pul bo'lgan. 045 2071 Samarqand Matviydan. Originaldan, eng dalil birinchi sortidan. Yog'och обрешетка strapilalarimizga 55 million so'm pul ketgan. Keyin mana arkalarimizga profil buktirganmiz. Profillarni qo'ygani 5 million so'm pul ketgan arkalarimizga. Endi uncha stoykalar o'zlarida bor edi, sal pilis bo'ldi yog'ochiga. Usta qancha bo'ldi? Usta endi nimalarcha ko'rinib ketadi aka. 69 million 500 ming so'm pul bo'lgan. Yaxshi, bu mehnatga arziydi deb o'ylayman. Chunki albatta. Hamma kichkina detali, mana xuddi o'zingiz yuzga qilgandek qilgansiz-da. Albatta. Hozir men o'zim ko'rib, mana chiziqlarga to'g'ri kelganini ko'rib, o'sha hayron qoldim. Bu sohaga tushunmasam ham, lekin sifatli ish qilinganini his qilyapman. Endi qayerga borsiz ham aka, meni o'zimni nimam ko'nglim to'lmagangacha kerak bo'lsa buzib boshqa qilaman. Endi kimga syomkaga boshqacha gapiryapti deyish mumkin, lekin qayerda qilingan ishim borib ko'rsangiz, o'zimni ko'nglim to'lmagangacha, masalan, shogirdlar qilgan ishdan ko'nglim to'lmasa ham buzib boshqa qilaman. Endi bizni ko'rgan hozir uyda ishlagan xo'jaliklarimiz o'zi ishni ko'rsa bilishadi o'zi. Zo'r. Jami hisobda demak 1080 kvadrat tunika tom eng full holatda qanchaga tushyapti? 220 millionga tushyapti aka. 220 million so'm. 220 million so'mga bityapti. Mana qadrli obunachilar, ko'rib turganingizdek zamonaviy tomlardan biri. Agar siz ham shunaqa tomlar qildirmoqchi bo'lsangiz, kattaroq proyektingiz bo'ladigan bo'lsa yoki uy qurayotgan bo'lsangiz, bemalol Metastroga aloqaga chiqishingiz mumkin. Elorjon akamga aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana shunaqa sifatda kerak bo'lsa bundan ham a'lo qilib, xudo xolasa bitkazib beriladi. Pastdagi telefon raqamlariga bemalol bog'lansangiz bo'ladi.